Assalomu alaykum. Omon School'ning 21-asr ko'nikmalari loyihasining 2-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda strategik rivojlanish ko'nikmasini muhokama qilamiz. Dunyodagi eng buyuk yutuqlar orqasida reja, e'tibor va intizom yotadi. Nega farzandimiz tarbiyasi ham xuddi shunday yondashuvga loyiq bo'lmasin? Ota-onalarning odatiy yondashuvi, ya'ni farzand tarbiyasidagi odatiy yondashuvi bu mehr yoki jazoga asoslangan bo'ladi. Yangi yondashuvda farzandni uzoq muddatli loyiha sifatida ko'rish. To'g'ri, bu o'ta sovuq eshitilishi mumkin, lekin farzand kelajagi uchun katta poydevor yarata oladi. Bugungi darsimizni asosiy 4 qismdan iborat deb ayta olamiz. Birinchi o'zi rivojlanishga ehtiyoj haqida gaplashamiz. Bunga misol qilib keltiramiz. Ikkinchi asosiy ko'nikmalar, rivojlanishda qaysi ko'nikmalar rivojlantirish kerak? Topshiriqlar beriladi va albatta xulosa. Ushbu videoga ilhom qayerdan keldi? Bir ota bor edi. Qizlari hali go'daklik paytidayoq u 78 varaqlik reja ishlab chiqdi. Har bir harakat, har bir mashg'ulot shu rejaga asoslangan bo'ldi. Bu reja qanday natija berdi? Ular bugun dunyo tarixidagi eng muvaffaqiyatli ayol tennischilardan birisi deb qaraladi. Serena va Venus Williams. Kambag'allikdan $435 million boylik sari yo'l bosib o'tishdi. Bu yo'lni esa ularga bir kishi ochib berdi. Ularning otasi Richard Williams. Ushbu rasmda hozir siz ko'rayotganda chap tarafdagi yoshi katta erkak bu Richard Williamsni o'zi, hayotdagi o'zi. O'ng tarafda esa uning hayotiga asoslangan film, ya'ni King Richard filmida rol o'ynagan Will Smith. U odam rejani detalni tuzdi. U qizlarga va shu o'zining rejasiga ishonch bildi. U har kuni harakat qildi va farzandlari bunga munosib natija bilan javob berdi. U qizlarini nafaqat moliyaviy jihatdan muvaffaqiyat bo'lishini istadi, u har taraflama rivojlanishiga e'tibor berdi. Jismoniy, aqliy, axloqiy, ruhiy, hatto ularni ba'zi holatlarda kamtar bo'lishga ham o'rgatdi deb ayta olamiz. Garvard universitetining izlanishlariga ko'ra, strategik rivojlantiruvchi ota-onalar farzandlari 30% yuqori intellektual ko'rsatkich qayd qiladi. Lekin ko'cha tili bilan aytadigan bo'lsak, bolani podkursga, repetitorga berish va sportga berishni o'zi yetarli bo'lmaydi. Bolani har taraflama rivojlanishiga imkon yaratish kerak. Ushbu har taraflama deb aytganimizda biz 6 xil yo'nalishni aytyapmiz. Shaxsiy rivojlanish, akademik rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, kasbiy rivojlanish, madaniy estetik rivojlanish va albatta jismoniy rivojlanishdir. Xulq-atvor va xarakter shunchaki tug'ma emas, balki tarbiyaviy mehnat natijasidir. Biz odatlarimiz natijasimiz. Odatlarimiz nima bo'lsa, biz shunday shaxsmiz. Demak, ertalabki tartib, vaqtga rioya qilish, shaxsiy gigiyena, ular kundalik harakatlardan shakllanadi. Qadriyatlarimiz ham halollik, sabr, javobgarlik, insof, ular asosan bolalikdagi ota-ona tarbiyasidan kelib chiqadi. Bolalikdagi narsalar qotib qoladi. Masalan, yapon bolalarining mustaqil maktabga borishi haqida ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak. Bu ularda mas'uliyat tuyg'usini shakllantiradi. O'zi qaror qabul qilishni o'rganadi. Ya'ni har bir qilmoqchi bo'lgan ishini borib so'ramaydi. Ya'ni avtobus bekatida qayerda turishim kerak? Nimani ushlab turishim kerak? Degan savollarni bermasligi mumkin. Bunday mustaqil fikrlash insonda kelajakda ham mustaqil qarorlarni qabul qilishni o'rgatadi. Hozirda ko'pchilik maktablarda, hatto xususiy maktablarda ham asosan ilmiy fanlarga urg'u berishyapti. Lekin hayotda muvaffaqiyat uchun buni o'zi yetarli emas. Shu sabab Omon School'da biz shaxsiy rivojlanish va dunyoqarashni kengaytirish fanini qo'yganmiz. Boshlang'ich maktablarda u eng muhim bo'lgan davrda u haftasiga 3 soat o'tiradi. Unga mas'ul shaxs sifatida psixologlar qo'yiladi. Chunki psixolog bolaning shaxsiy rivojlanishini kuzata oladi, o'zgarishlarni ko'rib, unga mos maslahatlarni berish imkoniyatiga ega.
Hozir masalan siz ekraningizda ko'rib turgan jadval bu shaxsiy rivojlanish fanining o'quv rejasidan bir namuna. Masalan, dekabr oyida muloqot va liderlik ko'nikmalariga bag'ishlangan va keyin o'sha oyni har bir haftasida nimalar muhokama qilinishi ham ko'rsatib o'tilgan, ko'rishingiz mumkin. Stenford universitetiga ko'ra 7 yoshgacha shakllangan odatlarning 80% umrbod saqlanib qoladi. Shuning uchun kelajakda biznes boshlashga qo'rqadimi yoki qo'rqmaslik asoslari shu davrda qo'yiladi. Shaxsiy rivojlanish haqida gaplashganimizdan so'ng, ikkinchisi bu akademik rivojlanish. Akademik deganda bu o'qishi, ilmiy qarashlari nazarda tutiladi. Bu yerda baho muhim emas ekanligini tushunib olishimiz kerak. Bilim muhim. Agar bola o'zi mustaqil ravishda o'zining kechagi holatidan yaxshiroq ekanligini his qilsa va bu shunday yaxshilanish to'g'ri yo'l ekanligini tushunsa, u albatta rivojlanadi. 21 asrda eng muhim akademik malaka bu onlayn materiallardan foydalana olish va o'zi har qanday ma'lumotni onlayn topa olishi mumkin ekanligini bilishi va uni qanday topib, shu ma'lumotni qanday olish va tushunishni mashq qilish kerak. Onlayn kutubxonalar bor, onlayn video darslar bor. Ushbu materiallardan foydalanish bo'yicha ham materiallar bor. Sun'iy intellektdan xohlagan narsalaringizni so'rashingiz mumkin. Masalan, siz atom elektrostansiyalarida reaktorlar qanday ishlashini bilmoqchi bo'lsangiz, maktab darsiga qaraganda onlayn material sizga ko'proq yordam bera oladi albatta bu yerda. Hozir ko'p bilish shart emas. Ya'ni informatsiya topish juda ham oson va juda ham qisqa vaqt ichida qilinadi. Shu sababli hozir ko'p bilish emas, bilimni qayerdan olishni va uni qanday qo'llashni bilish muhimroqdir. Bundan tashqari mustaqil o'qish, fikrlash, savol berish madaniyati barchasi sizning loyihangizni bir qismi bo'lishi kerak. Ushbu akademik rivojlanish deganda faqat kitobni olib o'qish emas, barchasini qamrab olishimiz kerak. Keling, savol berish haqida ozgina aytib o'tib ketsak. Har qanday tushunmayotgan vaziyatida uyalmay, dadillik bilan savol berishi muhim. Ha, jim orqada o'tirgan bola doim jim orqada o'tiradi. Kelajakda ham, maktabda ham, universitetda ham va ish joyidagi majlislarda ham albatta. Savol berishni mashq qiling. Uyda oddiy narsalardan boshlang. O'quv tizimi va umuman akademik rivojlanishda biz PBLni muhim deb hisoblaymiz. Omon School'da ba'zi bir fanlarda project based learning tizimi qo'llaniladi. Bu nima? Loyihaga asoslangan ta'lim. Bu o'quvchilarni real hayotdagi muammolarni yechishga jalb qiladi. Bu chuqur o'rganish, amaliy faoliyatga asoslangan ta'lim usulidir. Asosiy xususiyatlari o'quvchilar haqiqiy hayotga oid savollarni yoki muammolarni olib, o'shani ustida ishlashadi. Ya'ni bosqichma-bosqich loyihani barcha bosqichlarini bosib o'tishadi. Har bir dars loyiha shaklida ketadi. Ya'ni o'quvchilar rejalashtiradi, izlanadi, ma'lumot izlaydi, yaratishadi va taqdim qilishadi. Barchasi shu bosqichlarni bosib o'tadi. O'qituvchi asosan yo'lboshchi, ya'ni mentor vazifasini bajaradi. U ya'ni har bir ma'lumotlarni ularga aytmaydi. Ta'lim davomida ular o'quvchilar bir-biri bilan aloqa qilishni o'rganishadi, tanqidiy fikrlashni o'rganishadi, ijodkorlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Misol, ekologiya darsida suv yetishmovchiligi degan mavzu berilib turibdi. Biz shu haqida leksiya o'qishi mumkin domla yoki o'quvchilarga shu mavzuni loyiha sifatida berishi mumkin. O'quvchilar hududdagi ifloslanish holatini o'rganadi. Daryolar va ko'llar qayerda ekanliklarini aniqlaydilar. Keyin yechim izlaydilar. Xalqaro darajada shunday vaziyatlarda qanday loyihalar qilinganligini internetdan qidirishadi. Keyin yechim o'zlari to'g'ri keladigan yechimni ishlab chiqqanlaridan so'ng u bo'yicha balkim elektron prezentatsiya tayyorlashlari mumkin, poster tayyorlashlari mumkin, video ishlashlari mumkin. Bu o'zlaridan kelib chiqadi. Keyin sinf oldida taqdimot qiladi. Natijada o'quvchilar mavzuni chuqurroq tushunadi. Mustaqil fikrlaydilar. Hayotga tayyorlanish ko'nikmalari shakllanadi. O'zi deyarli o'ylanib qarasangiz, hayotingizni har bir bosqichi bu loyiha. Bu til o'rganmoqchi bo'lsangiz ham, ishdagi topshiriq bo'lishidan qat'iy nazar, uyingizda biror narsani remont qilmoqchi bo'lsangiz ham, hatto to'yni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz ham bu loyiha va barchasi bir xil bosqichlarni bosib o'tadi.
Bu tizim AQSh universitetlarida ham qo'llanadi. Masalan, men shaxsan o'zim private universitetda o'qiyotgan paytimizda tarix fanidan Jim Crow qonunlari bo'yicha loyiha berilgandi. 5 kishi bo'lib shu loyiha ustida ishladik. Ya'ni birinchi ish taqsimlandi. Ya'ni jamoa sifatida har kim o'zini mas'uliyatini oldi. Mas'uliyatlarga deadline'lar qo'yildi, qachon qilinishi kerak ekanligi. Keyin shu bo'yicha ma'lumot izlab boshladik. Tadqiqot qildik. Keyin poster yaratishdik. Posterda hammamiz birgalikda brainstorming qildik, loyihalarni chiroyli qilib taqdimot qilish rejasini ishlab chiqdik va albatta taqdimot qildik. Bu o'sha posterdagi ma'lumotlar menda haligacha ko'pchiligi yodimda. Ya'ni prosta kitob o'sha universitetda o'qib yurgan kitoblarimizni ko'pchiligi esimdan chiqqan bo'lishi mumkin, lekin o'sha posterdagi ma'lumotlar haliyam esimda. Chunki o'sha posterni yaratish uchun qiziqarli ma'lumotlarni qidirdik, u haqida izlandik. Mustaqil mening loyiham bo'lgan u. Xo'sh, project based learning haqida O'zbekiston sharoitida ma'lumot yo'q. Unga asoslangan maktablarni ishlash tizimi yo'q bizda hozircha. Lekin AQShdan kelib chiqib ayta olamiz. AQShda PBL va an'anaviy maktablarni solishtirilgan statistikasi bor. Bitiruv darajasi PBLda 92-98%, an'anaviy maktablarda 80-85%. High schoolni ko'pchilik AQShlar maktablaridagi yoshlar bitkazishmaydi ham, ketib qoladi. Oliy ta'limga kirish oddiy maktablarga qaraganda 10-15% yuqoriroq. Motivatsiya 85% dan yuqori PBLda, an'anaviy maktablarda 50%. Ular o'zlariga ishonchi yo'q an'anaviy maktablardagi bolalarni. Standart testlarda PBLda o'rtacha yiliga 18% yaxshilanish bo'ladi. Asosiy darajasi oddiy maktablarda ko'pchilik holatlarda pasayishda bo'ladi. Shu yerda endi akademik rivojlanish haqida gapirsak, albatta baholari haqida suhbatlashishimiz kerak bo'ladi. Finlandiya bilamiz, maktab o'quv tizimi bo'yicha yetakchilardan va u yerda o'quvchilarga asoslangan tizim. O'quvchilarni bilim olishi muhimroq deb qaraladi. Ya'ni 2 yoki 5 qo'yish emas. PISA reytingiga ko'ra, ya'ni baholash muhim emas. Ya'ni o'rganish bosqichlari muhim. Ya'ni nima demoqchiman? Siz farzandingizga yo'l chizib berishingiz kerak. Ya'ni siz masalan bugun bu yerdasan, ertaga bu yerda bo'lishing kerak, uni ertaga bu yerga bo'lishing kerak. Va o'sha yo'lni qayerda ekanligi siz uchun baholash tizimi desak bo'ladi. Ya'ni bugun masalan 10 so'z topshirding, ertaga 10 so'z, keyingi 10 so'z bo'lsa, sen demak bugungi 10 so'zdasan. 25-apreldagi 10 so'zdasan masalan. Ya'ni bugun 2 emas. Yo'lni qayerda ekanligini va qayerga ketayotganligini bilsa bo'ldi. Bu ICAN tizimi deb ham aytiladi. Ya'ni qila olish kerak bo'lgan narsalar ro'yxati tuzadi va bola har bir bosqichga erishgani sayin ICAN deb bitishga qo'yib boradi. Ya'ni shu narsaga erishdi, keyingisiga boradi. 5 2 olmadi, qayerda ekanligi muhim. U rivojlanib borayotganligini ko'rsa yetadi. Bu qo'shimcha motivatsiya ham bo'ladi unga. Xo'sh, ijtimoiy rivojlanish, ya'ni ijtimoiy, sotsial, ya'ni atrofidagilar bilan muloqot qilishga asoslangan rivojlanish. Hozir oldingizda ko'rayotgan jadvalda bola tug'ilganidan o'spirin yoshigacha bo'lgan ijtimoiy rivojlanishda qanday bosqichlarni bosib o'tishi kerak? Bola o'shalarni barchasini bosib o'tishi kerak va ularni barchasi shu yoshda muhim bo'ladi. Faqat bilim olish bilan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. E'tibor bergan bo'lsangiz, faqat bilimi bor, lekin odamlar bilan muloqoti bo'lmagan odamlar muloqoti zo'r bo'lgan odamlarning qo'lida ishchi bo'ladi. Demak, bu tinglash, insonlarni tinglab bilish, fikr bildirish, mulohaza malakalari, guruh ishlarida do'stlik shakllantirish, ijtimoiy loyihalarda qatnashish, bu barchasi kelajakda u universitetda o'zini qanday tutishi, ish joyida qanday tutishini belgilab beradi. Turli yoshlarda turli ijtimoiy rivojlanishlar kerak ekanligini ko'rib turibmiz. Endi 7 yoshidan boshlab bola maktabga keladi, to'g'rimi? Ya'ni o'shandan keyin 7 dan 12 gacha hali ham bola, keyin 13 dan yuqorida уже teenager bo'ladi ular. Bu yerda maktabning roli muhim. Ya'ni maktab ularni rivojlanishiga va do'stlari bilan muloqot qilishiga imkon yaratib berishi kerak. Asosan do'stlik, ya'ni do'st torttirish va maktabda kelib chiqadigan konfliktlar, mojarolarni hal qilish ko'nikmasi shakllanishi kerak. Shu ikkisiga maktab mas'ul deb hisoblaymiz. Prosto bolani o'ziga tashlab qo'yish emas, maktab shu narsani tashkillashtirishi kerak.
Lekin baribir ota-ona sifatida siz maslahatlar berib, uni xarakteriga yo'naltib turganingiz ham yaxshi. O'smirlik davriga keladigan bo'lsak, u yerda asosiy 2 yo'nalish rivojlanish bo'ladi. Ya'ni tengdoshlar bosimiga chidash, ya'ni peer pressure bo'ladi. Turli xil bo'lishi mumkin. Bu u ko'rinishidan, jismoniy qobiliyatlaridan kelib chiqib yoki boylikdan, ijtimoiy holatidan kelib chiqishi mumkin. Va albatta shaxs kimligini anglash. Ya'ni o'sha paytda o'zini kim ekanligi, o'ziga ishonchi, o'zini chiroyi, aynan masalan o'g'il bolalar o'sha yoshlarda sochini ko'p tarashni boshlashadi. Ya'ni bularni barchasi atrofidagilar bilan muloqotiga ta'sir qiladi va ushbu muloqotni yaxshi qilish uchun bola har bir bosqichlarni qanday bosib o'tishi kerak ekanligini tushunish kerak. Ya'ni oldida bor, mana demak men 13 yoshman hozir, mana shu narsalarni qilishim kerak, shunda muvaffaqiyatga erishaman. Tushunarli? Google kompaniyasi Aristotel loyihasini ishlab chiqdi. U 180 dan ortiq jamoalarni analiz qildida va eng muhim narsa bu psixologik xavfsizlik degan qarorga keldi. Ya'ni jamoa muvaffaqiyatida psixologik xavfsizlik muhim. Psixologik xavfsizlik deganda u nimani anglatyapti? Ya'ni inson fikrini aytishdan, savol berishdan, xatosini tushuntirishdan qo'rqmaydi. Ko'pchilik holatlarda biza bolaligimizdan psixologik xavfsizlik his qilmaydi bolalar. Ya'ni biror bir narsani ayb ish qilib qo'ysa, ota-onasi uni tergashi mumkin ekanligini va bu holatda yolg'on gapiradi yoki hech nima demaydi. Demak, u farzandingiz demoqchiman, sizga fikrini bildira olmasa, kelajakda demak psixologik xavfsizlik his qilmaydi va o'qituvchiga ham fikrini bildirmaydi. Qo'rqsa, agar muhit shunday bo'lsa, ya'ni maktab muhitida ham odatda maktab muhitida xato qilish, xatosini aytish, o'qituvchiga xato qilayotganligini aytish bu qo'rqinchli vaziyat. Ya'ni jamoa vez klass oldida xato qilayotganligini aytish va psixologik xavfsizlik klass holatida, an'anaviy klass holatida his qilib bo'lmaydi. Va bu narsa shakllanib, kelajakda boshlig'iga ham fikr bildira olmaydigan shaxs bo'lib yetilib qo'yishi mumkin. Keyingi rivojlanish bu kasbiy rivojlanish. Bu yerdagi meni fikrim hammaniki bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, har bir bola orzu qiladi. Lekin bu orzularni yo'lga solish bu albatta ota-onaning vazifasidir. Ya'ni eng birinchi men bolaning kuchli tarafini aniqlashimiz kerak degan bo'lardim. Ya'ni nimaga qiziqishini emas, nimaga kuchli ekanligi, qaysi xislati kuchli ekanligini aniqlashimiz kerak. Bolani o'zi qiziqqan yoki qiyin tarafga qaraganda kuchli tarafdan ketishi osonroq bo'ladi va o'zi qo'lidan yaxshi ish kelsa, shu ish harakatni qilishi oson bo'ladigan bo'lsa, kelajakda unga nisbatan qiziqish shakllantirish ham osonroq bo'ladi. Ikkinchi bosqich bu qiziqtirish bosqichi. Bunda siz shu sohaga aloqador o'yinlar, kinolardan foydalanishingiz mumkin. Qiziqadigan, lekin kuchsiz tarafini rivojlantirishga harakat qilgandan ko'ra, kuchli tarafiga qiziqish shakllantirish osonroq va mantiqiy jihatdan to'g'riroq deb hisoblayman. Kasbiy rivojlanishda eng muhimi vaqt. Ya'ni siz 10 ming soatni bosib o'tishi kerak. Ya'ni farzandingiz yoki siz kim ko'rayotgan bo'lishiga bog'liq. Masalan, Bill Gatesni olaylik. Bill Gates 13 yoshida dasturlashni boshlagan. 13 yoshida. U Garvardga borgan paytida allaqachon bir necha ming soat dasturlashni bosib o'tgan bo'ladi. Universitetda unga nimani o'qish kerak ekanligini hech kim aytish shart emas, chunki u soha bo'yicha tushunchasi bor, o'ziga nima kerak ekanligini aniq biladi. Sizni farzandingiz 13 yoshida siz orzu qilayotgan yo'nalishda ishlayaptimi? Ya'ni sohani tanladimi уже? Shu savolga javob berishimiz kerak. Erta tanlash muhimroq. Bu erta tanlash, lekin o'zi ham aynan kuchli tarafini tanlagani yaxshiroq. Jahon iqtisodiy forumi hisobotiga ko'ra, erta kasbiy tanlov kelajakdagi barqarorlikni oshiradi. Ya'ni o'z yo'nalishini erta tanlaganlar ishini o'zgartirish ehtimolligi juda kam ekan. Kasblarni o'rganish ko'pchilik maktablarda maktabdan tashqari faoliyat deb qaraladi. Lekin masalan biz Omon School'da yuqori sinflarda, ya'ni 8-sinfdan yuqorida sinflarni fakultetlarga bo'lamiz. Ya'ni biznes, tibbiyot, xalqaro huquq va tillar fakultetlari.
Ushbu fakultetlar albatta shu yo'nalishdagi universitetlarga o'quvchilarni tayyorlashi kerak. Lekin asosiy vazifasi u emas. Asosiysi shu kasb yo'nalishida qiziqish shakllantirish. Bola aynan shu sohadan ketishni xohlaydimi? To'g'ri, biz universitetga uni kiritishimiz kerak va Xudo xohlasa kirgizamiz. Lekin u shu universitetga kirishni o'zi xohlaydimi? Shu universitetdan ketishi to'g'ri qarormi, yo'qmi? Shuni ham aniq qilishimiz kerak. Shu kasbda nafaqat kerak bo'ladigan bilim, balki shu kasbda kerak bo'ladigan malaka va eng muhimi xarakterni ham shakllantirishi kerak. Masalan, Business Study fakulteti albatta biznes fanlari qo'yilgan. Meditsinada meditsina fanlari qo'yilgan. Bundan tashqari shaxsiy rivojlanish, sun'iy intellekt kabi fanlar fakultetlarda ham ozgina o'zgaradi. Ya'ni Business Studies'da sun'iy intellektni aynan shu yo'nalishdagi ma'lumotlarni izlab topishga yordam beradigan loyihalarni qiladi. Madaniy va estetik rivojlanish. Bu menimcha eng kam e'tibor beriladigan sohalardan birisi. Lekin hozir oldingizda ko'rib turgan jadvaldan shuni bilishingiz mumkinki, madaniy estetik rivojlanish moliyaviy va kasbiy rivojlanish bilan deyarli bir-biriga juda ham bog'liq. Ya'ni unga ta'siri juda ham kuchli. Madaniyat bolani o'zgalarni tushunishga, estetik sezgi esa ijodkorlikka yetaklaydi. Kitob o'qish, rasm, teatr, xorijiy tillar barchasi bilvosita ta'sirga ega. Stiv Jobsni oladigan bo'lsak yana, estetik sezgi orqali mahsulot yaratgan. Sababi odatda injenerlar mahsulotni yaratishadi, keyin dizaynlar uni chiroylashtirish kerak bo'lgan. Lekin u iPhone'da hammasini o'zgartirib tashlagan. U dizaynga chiroyli dizaynni yarattirgan birinchi, keyin injener komandasiga nima qilsangiz ham shu dizaynni ichiga sig'diringlar kerakli zapchastlarni degan. Ya'ni iPhone'da ham, Mac'da ham shunday bo'lgan. Ya'ni birinchi dizayndan ketgan, ya'ni estetik go'zallikdan ketgan va bu yaxshi natija berganligini Apple dunyodagi eng yirik kompaniyalardan birisiga aylanganligidan ham bilishimiz mumkin. 21-asrda biz nafaqat boshqa odamlar bilan raqobatlashamiz. Biz sun'iy intellekt va robotlar bilan ham raqobatlashishimiz kerak. Bunday holatda eng muhim shakllantirishimiz kerak bo'lgan narsa bu yaratuvchanlik qobiliyati. Statistika shuni ko'rsatadiki, madaniyatga ko'proq urg'u beradigan odamlar, ya'ni bu yerda kitob o'qigan, kino ko'rgan, musiqa eshitgan, asarlarni ko'rgan odamlarda yaratuvchanlik qobiliyati bo'ladi. G'oyalar ko'proq keladi. Va bu 21-asrda sizni ish jarayoningizda juda ham muhim bo'lishi mumkin. Nafaqat marketing, reklama kabi holatlarda g'oyalar yordam beradi. Hatto kundalik oddiy muammolarda ham kutilmagan g'oyalar orqali siz muammoni hal qilishingiz mumkin. Xo'sh, madaniy estetik rivojlanishda shuni aytib ketmoqchiman. Ya'ni ushbu hozir siz qilmoqchi bo'lgan loyiha, ya'ni farzandingizning strategik rejalashtirish loyihasi ham madaniy estetik go'zallikka ega bo'lishi mumkin. Ya'ni shunday narsa oling, ning buyuk kelajagi degan loyiha oling. Ya'ni o'sha ning degan farzandingiz nomiga qo'ying. Masalan, Sardorning buyuk kelajagi. Shunday poster yarating va loyihani nomlash ham muhim. O'sha loyihani nomlash bu o'sha madaniyat va estetik jihatdan qaralganda juda ham muhim deb qaraladi. Kaliforniya universiteti shuni aniqlaganki, san'at bilan shug'ullangan bolalarning IQsi odatdagiga qaraganda 5-7 ball yuqoriroq bo'ladi. Demak, sizning farzandingiz rivojlanishida san'at muhim bo'lishi kerak. Mozart musiqalarini eshitsin, Rafaelning kim ekanligini va nega uning san'ati tabiat bilan solishtirilgan ekanligiga urg'u bering. San'atni turlilashtirishingiz ham kerak. Nafaqat bir yo'nalishda, nafaqat bir hududda, balki butun dunyo san'ati bilan ozgina bo'lsa-da ham tanishish imkoniyati bo'lsin. Jismoniy rivojlanish. Xo'sh, jismoniy rivojlanish degan paytimizda men uni sog'ligi, muskullari, bo'y o'sishi haqida gapirmoqchi emasman. U meni mutaxassisligim emas. Bu yerda siz asosiy tanlashingiz kerak bo'lgan narsa bu jamoaviy sportga boradimi yoki individual sportga boradimi? Bu juda ham muhim qaror. Bu qaroringiz uning xarakteriga va hatto kelajakdagi kasbiga ham ta'sir qiladi. Xo'sh, individual sportlar va jamoaviy sportlar turli xil yo'nalishlarda rivojlantiradi insonni. Masalan, individual sportlar mustaqillikni, o'zini o'zi boshqarishni, diqqat
kuchli ichki motivatsiya, qaror qabul xususiyatlarini rivojlantiradi. Natijada ularda frilanser, tadqiqotchi, yakkaxon ijodkor, investor yoki treyder, shaxsiy murabbiy kabi yo'nalishlar ularga judayam mos keladi. Jamoaviy sport bilan shug'ullanadiganlarda ularda liderlik, muloqot, hamkorlik, rollarni bo'lashish xususiyatlari yaxshi rivojlangan bo'ladi. Natijada ular marketingda yaxshi ishlashadi, yaxshi o'qituvchi bo'lishadi, korxona boshqaruvida HR bo'la oladilar va tibbiyot yo'nalishida shifokorlar ham odamlar bilan muloqotni judayam muhim deb hisoblashadi. Demak, yakkaxon sport bilan shug'ullanuvchilar o'z ustida ishlash, o'zini o'zi motivatsiya berib, biror narsaga erishishga yaxshi ko'nikmalar hosil qiladi. Jamoaviy sportlar esa odamlar bilan ishlashni, rahbarlikni, muomala qilishni talab qiluvchi kasblarga to'g'ri keladi. Endi shu sababli siz nimani tanlashingiz, ya'ni sport turiga qaraganda, ya'ni aynan bu sportmi, basketbolmi desam men unchalik farq demayman. Ya'ni bu sport bilan shaxmatni, futbol bilan shaxmatni solishtirishingiz mumkin. Futbol bilan basketbol deyarli farqi yo'q. Tennis bilan shaxmat ham individual sport, ikkisi yoki boks bilan shaxmatni solishtiradigan bo'lsangiz, ya'ni siz asosiy tanlov qaroringiz individualmi yoki jamoaviymi? Xo'sh, hech bir loyiha rejalashtirish va nazoratsiz bo'lmaydi. Muvaffaqiyat bularsiz erishish juda ham qiyin. Rejalashtirish balkim doska orqali bo'lishi mumkin, elektron dasturlar orqali qilishingiz mumkin. Asosiysi ikkingizga ham ko'rinib turadigan joyda turishi kerak. Ikkingiz ham do'st bo'lishi kerak. Haftalik tekshiruvlarni birga qiling, yolg'iz emas. Masalan, kattaroq qog'ozni olishingiz mumkin va uning xonasiga osib qo'ying. Tepasida "Ning buyuk kelajagi" degan joyini bilan yozish bilan boshlaganingiz yaxshiroq. Keyin 6 yo'nalishni ham qadamlarga ajratib chiqing. Ota-ona va farzandning umumiy progress kuzatuv jurnali bo'lishi kerak. Ya'ni muvaffaqiyatlar jurnali. Nimalarga erishdik birgalikda. Ya'ni buni nafaqat rivojlanish kerak birga, balki rivojlangandan so'ng birga shu narsadan xursand bo'lish va buni nishonlash ham kerak bo'ladi. Xo'sh, birgalikda rejalashtirish shunda eng muhim narsalardan birisi. Yozuvchi J.K. Rowling, ya'ni Garri Potter kitoblarining muallifi o'z farzandlariga haftalik reja yozib beradi. Yozuvchi bu qarori uchun Harvard Business Review hisobotiga asos qilgan. Ya'ni haftalik rejasi bor bolalar maktabda 25% ko'proq natijaga erishar ekan. Demak, u nafaqat ota-onani o'zi majburlab, "Mana bu seni rejang" deyish kerak. Ya'ni reja birgalikda muloqot asosida shakllanishi kerak. Uni fikr hisobga olinishi kerak. U savol berilishi kerak. Tushunmayotgan joyi tushuntirilishi shart. Har bir 6 bosqichnida qanday rejalar qilinishi kerak ekanligini aytib o'tishingiz kerak. Hatto siz masalan rejangizda, masalan ijtimoiy rejalashtirishni aytadigan bo'lsak, siz bugun borib boshqa sinfdagi bitta bola bilan suhbatlashib, undan bir narsa yordam olishni so'rab kel degan topshiriqqa ham berishingiz mumkin. Har bir bosqichda bitta topshiriq bo'lishi kerak. Lekin albatta har qanday loyihada bo'lganidek, qiyinchiliklar ham bo'ladi va qiyinchiliklarga qarshi kurashish kerak. Barcha loyihalarda farzandga taslim bo'lmaslikni o'rgatish lozim. Bu kuchli poydevor. Stress bo'ladi, muvaffaqiyatsizlik bo'ladi, demotivatsiya bo'ladi. Shular bilan ishlash kerak. Ya'ni to'xtovsiz yana va yana va yana yiqilgan holatda turib harakatlanishni o'rgatishimiz kerak. Bu turli xil ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Masalan, bittasi namuna bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyatsizlik haqidagi hikoyalarda eng ko'p ishlatiladigan odam bu Michael Jordan. Bu basketbolist. U ko'p marta yutqazgan. Lekin eng kuchli tarafi u hech qachon taslim bo'lmaganligi. U NBA tarixidagi eng ko'p erkin otishdan tushirgan odamlardan birisi. Lekin shu paytning o'zida u NBA tarixidagi eng ko'p tushira olmagan odam maqomida ham. Nimaga? Chunki u ko'p tushirishi uchun ko'p marta urinish kerak va avtomatik ehtimollik nazariya nuqtasidan u ko'p tushira olmagan holatlar ham bo'ladi. Bu yerda faqat urinishlar soni ko'p bo'lganligigina uni muvaffaqiyatga olib chiqib turibdi. Bu
Adolatlimi? Yo'q, adolatsiz. Chunki boshqa kimdir uning o'rnida bo'lib xuddi shu narsani qilsa, unda ham shunday statistika bo'lishi mumkin. Lekin u ko'p otgani sababli opiti ko'proq oshadi, ko'proq oshganligi sababli yana uni qo'yishadi va hokazo g'ildirak ketaveradi. Asosiysi urinishlar soni ekanligini tushunib olish kerak. Yakun sifatida bir necha narsa aytmoqchimiz. Aniq 2 narsa. Bu birinchisi, farzandingiz sizning eng muhim loyihangiz. Bugun rejalashtiring, ertaga farqni ko'rasiz. Yuqorida 6 ta ustun muhokama qilindi. Har bir ustun rivojlanmasa, loyiha notekis bo'ladi. Faqat aqliy va akademik jihatga urg'u bersak, u do'st topishda qiynalishi mumkin. Jismoniy rivojlanishga urg'u bermasak, u sog'lig'iga negativ ta'sir bo'lishi mumkin va barchasi qilinishi shart. Ushbu video uchun ilhomlanish, video boshida aytganimizdek, Richard Williamsdan olindi. Ya'ni Serena va Venus Williamslarning otasi. Shu sabab uning hayoti va u qanday qilib tennis yulduzlarini tarbiyaganligi haqidagi kinoni sizdan bugun ko'rishingizni so'raymiz. Kino havolasi ushbu video ostida topishingiz mumkin bo'ladi. Kinoni qanday foydali bo'la olishini ko'rsatish uchun men u kinodan olgan 8 ta darsni qisqacha keltirib, uni sizga o'qish uchun video ostida PDF shaklida ham qoldiryapman. Endi boshlang. Bir reja, bir daftar va bir suhbatingiz bilan farzandingiz hayotini o'zgartirishingiz mumkin. King Richard o'zgartirdi. Xo'sh, shu bilan ikkinchi darsimiz, ya'ni strategik rivojlanish ko'nikmasi tugadi. 3-darsimizda biz oratorlik va taqdimot qilish haqida suhbatlashamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha.